Bismillahirrohmanirrohim. Mana foydalanayotgan joyimizdagi ish jarayonimizda tugallanmagan ish jarayonimiz inshaalloh tugadi. Xonani dekoratsiyalarini tugatdik. Devorda MDF panellar qatirilgan. Fazliddin ikkalamiz devorga baho berasizlar. Keyin pechkamiz o'zimiz andijonlik usta akalar qurgan. Juda ham go'zal, juda ham chiroyli chiqqan. Atayin instrumentlarimiz bor paytda olyapman mana. Zakazchiga, ya'ni uyning egasiga Xudo xolasa yoqdi. Musofirda ukamiz inshaalloh tashlaymiz. Ukamizga ham mana patolog qismi. Endi imkon boricha baholi qudrat sig'dirishga harakat qilamiz kadrga. Xo'p. Patologni umumiy ko'rinishida alohida yana bir rasm qilib tashlaymiz. Mana bunaqa holatda. Faqat MDF o'rtadagi oq gipsokardonga o'xshab ko'rinishi mumkin, yo'q, gipsokardon emas. Endi o'rtada hozir mana aylanani markaziga yo lyustra ilishimiz mumkin, yo plafonni kattasidan, shishaligidan qo'ymoqchi bo'lib turibmiz. Hozircha bir qarorga kelganimiz yo'q. Sabab zakazchilik bilan buni maslahat qilmadik hali. Lekin mana yonib turganlar shisha. Shishalik plafonlar. 3 xil rangda yonadi. Hali oxirgi jilolari bor. Bu F30 otgan joylarimizda hali so'nggi pardozlash ishlari olib borilmadi. Burchaklarga baho beringlar mana. Burchaklar mana shunaqa ko'rinishda. O'zbekiston bo'ylab dekorativ panellarda olamiz zakazlarini. Bizni kuzatishda davom eting. Inshaalloh Alloh diydor ko'rishtirsa, nasib bo'lsa, shunaqa san'at asarlari qilishda davom etamiz inshaalloh.